Assalomu alaykum do'stlar. Biz navbatdagi obyektimizga keldik. Ish sifatiga o'zingiz bitta baho berasiz. Bu devorimizga 2 slok travertin, 2 slok polirovka, 2 slok jemchug attachita qilingan. usta akalarimiz 15 yillik tajribaga ega. Mana shu ishlarga 10 yil, 15 yil bemalol kafolat. Narxlari 90 mingdan 120 minggacha hamma mahsulot ichida. Yaltirlashga necha tog'ajonim? Xizmatlari 12 ta viloyat bo'ylab qo'shni davlatdan turib telefon qilsangiz ham oldingizga borib, cho'tki qilib ishingizni bitirib berib ketadi. Eng muhimi ko'nglingizga yoqadigan darajada. Nima qilyapsan? Girka furib beryapman. Limon bilanmi? Virus o'ldiradi-da bu. Keyin vitaminga chiqib kel, dori kerak edi. Ha, birinchi o'ryaptimi? Bo'lib tog'al bor kelaman. O'z qanaqa dori olib kelish kerak? Molni ichini yumshatadigan dori olib kel. Sizning molingizga dorining foydasi yo'q. Nega? Ey, ahmoq tog'in ovqat berish kerak. Yem berish kerak. Molingiz skeletiga suyanib, qachon to'yib ovqat yeganini ham bilmaydi bechara. Endi narxi ham osmonda bo'lsa, yetkazolmayapman-da, jiyan. Bir bozorda oftob yemxona bor. Narxlari vobchi arzon. Manzil Mir bozordan xatirchiga kelishda Migodon yemxonasi. U yerda barcha turdagi yemlar oftob narxida tarqatiladi. Nonvoy akalarimiz uchun barcha turdagi sifatli unlar bor. Hozir trendda bo'lgan ideal korim yemlari ham bor. Tog' bulbulni qo'lga o'rgatib bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima uchun? Qo'ling bulbulga o'rganib qoladi, jiyan. Ey, nima qilyapsan sen? Lapatkani to'g'dirma, puling kuymaganda. Eshak. Tog'a? Ha, Dashga chiqib keling moshinchangizda. yo'li dabdalab yotibdi. Moshin to'kib tashlaydi, bormayman. Ey, tog' qanaqa bir milliychi odamsiz? Bobom bayog'ida 20 ming lapatgan astarvoshlar sindirasan deb kuydirdi. Siz bu yerda moshina xato o'yinini o'ylaysiz. Tap etib o'lib ketsa samas qoladi. Dash chazga siqqani bilan ichiga siqmaydi tog'a. Bitta gap bilan yuragiga yetkazdim. Tog'a endi borib kelamizmi? Pashonlar qo'y. 4 soatli olib kel. Ya ahmoq, nima qilding? Hech narsa qilmaydi, yuvsa ketadi. Qo'parilib ketsa nima bo'ladi? Ey, tog'a nima deganingiz bu? Ya haqiqatdan ham shunday qilmagan, ey. Qo'parib tushadi bo'yladim buni. Bunga X slok travertin, X slok polirovka, X slok jemchug attachita qilingan. Narxi 90 mingdan 130 minggacha. Xizmati 12 viloyatgacha. Qo'shni davlatdan telefon qilsangiz ham, usta bolalarimiz borib ishingizni chotki bitirib beradi. Bu hovlimiz 600 kvadratdan iborat bo'lib, 120 mingdan qilingan. Yaltirashiga qarang tog'a buni. Keley saqi muhabbat jamida Ramazon, Ha, tog'ajon? chop kelenka bilan bolg'ani olib kel. Hozir boraman, tog'ajon. Tog'a, buni nima qilasiz? Derazaga qoqaman. Aka kelanka qoqasizmi? Ha, jiyan, hammasi seni kelajaging uchun. Meni kelajagimga kelanka nima aloqasi bor? Derazasiga kelenka qoqilgan oiladan chiqqan bolalar kelajakda boy bo'laymish. Derazani qo'parib o'rniga g'isht terib bersangiz ham ishlamasangiz foydasi yo'q, tog'a, mehnat qilish kerak. Assalomu alaykum
Assalomu alaykum do'stlar, biz navbatdan hovlimizga keldik. Ish sifatiga ustobolarimiz 20 yil garantiya beradi. Narxini necha pulga berasiz, to'g'ri? Narxi 90 ming so'mdan 140 ming so'mgacha fasoniga qarab o'zgaradi. Xudo xolasa men telefon qilishsa, kataloglar tashlab beramiz. Qaysi fasonni tanlashsa, shunga qarab narxlarni aytamiz. Xizmatlar qayerdan qayergacha? Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab 12 viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Qo'shni davlatlardan Tojikiston va Qirg'izistonlarga ham o'tamiz. Skidkasi bormi, yo'qmi? Albatta bor. Sizlar nomlaringizdan telefon qilishsa, albatta skidka qilib beramiz. Yashang. Qani aka, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasiz, do'stlar. Bu hovlimizga X-log travertin, X-log polirovka, X-log jimchikata chento qilingan. Dadamga o'xshab boy bo'lishga orzu qilaman, tog'a. Dadang ham faqat orzu qiladi. Tog'a, sal o'ziga qarab gapiring. Gap padari buzrukkorim haqida ketyapti. Hazillashni ey, to'xta. Agar mana shu darvozadan bir qadam chiqsang, tog'am o'lgan deb hisobla. Endi manga gitara shuncha bergan azobing yetara. Ramazon. Ey Ramazon. Voy, bilet. Ha, tog'ajon? Mana bu musorni qaydan olib kelding? O'z telefonga chaqirdingiz-ku. Ahmoq, men mana uni aytyapman. Men qimmat tozasini olib kel. Aroqni tozasini ichmishda bu. Mana tog'ajon. Bu zo'rda boshda o'rtmaydi. Bilmasam demaysan? Bilmasam deysan. Nima sendan demak aka. Bos. Qaydandir bir shirin hid kelyapti-da. Bilmasam. Menimcha sendan o. Mana shu hid. Qanaqa o'qiydi bu? Do'q emas. Trintagi geliqida, ma. Ha. Bu gap kelgan-a bu ham. Ha, ma. Ashunday. Bu dog'lar yo'q qiladi. Ha. Bu hidi ham zo'r, dog'ni ham ketkiza oppoq qiladi. O'zimiz ham shuni mazza qilib yotibmiz. Bu Mirbozordan o'zimiz magazindan topsa bo'ladimi? Ha, любой joydan topsa bo'ladi. Ha. Mabodo topolmasanglar, mana shu nomerlarga telefon qilasizlar, do'stlar. Rahmat. O hayotda sog'lik muhimmi, baxt muhimmi? Sog'lik muhimda, jiyan. Nega? Baxt muhim emasmi? Kecha oldimdan shunaqa baxt chiqdi. Sog'lik parod qilib bo'lsa bo'ladimi? Siz hozir ustozimiz Dadag'al Hasanning qo'shiqlarini eshitib tonggacha uxlamaydi degan paytingiz-ku, tog'a? Bilmasam, shitib qoldi-da, jiyan. Nima bu? Mustafa suvi. Bu Langar tog'laridan keltirilgan suv bo'lib, hozirgi texnologiyalar asosida ko'ppalay filtrlardan o'tgan. Ichiga zamzam suvi qo'shilgan. Shu foyda qiladimi? Albatta, ko'p kasalliklar notoza suvdan bo'ladi, tog'a. Buning ozgina ekan-ku, jiyan. Qolmasa qaydan olaman? Mana shu nomerga telefon qilasiz. Baraka topkirlar ishingizni tayga chopib beradi, tog'a.